古涛efendi, hoş geldiniz. Payınında dalay. Bundaqda birinci bosqichimiz hozir boshlandi. Qani, birinchi nomerlik mahirimiz sahnimizga marhamat. G'uljidan keldim, ismim Jurat Salim. Biz unda qilsa bu ikki hamroying bilan biz bu yerda turmush sahnaga chiqib o'zingninki bor kuching bilan o'zingni eng yaxshi usulda namoyon qil. Sana eng bor kuchimiz bilan madad beramiz. Buldam sen g'ayrat qiling. Birinchi maydonga marhamat. Qarsam görünmeydi bana Bar çok yolda Tuğra Bar çok yolda Yaxşı görsən yanımda mən bala Yaman görsən gidəyirəm Yaman görsən Gidermen bala Yinin din gidermen Gözün din yüter Her qancha yaman bolsam bala Yadınğa yeter mən Yadınğa Qarsam görüner mu bana Bar çok yolda Muna Bar çok yolda Çok yolda Muna Bu naqshiga alayda bir muhabbetingiz bormi qandaq? Yama amraqtimcha shnaqshiga. Abdullah ustoz aytganda bo'lib, shu aytganini anglab, ashqib shunchalik bir huzur his qilatimda, to'xtab turам shnaqshini mayli yaxshi aytolmay bir sakniga chiqib bir o'zimni bir sinab boqay dedim. Ham yomon jiddiylashib ketdim. Xo'shal deysiz, shig'ilib aytgan qil qoldim. Jiddiylashib men
刚才带来的这首歌曲也是一首大家耳熟能详的歌曲了。那不知道他第一环节的比赛给我们的导师留下了什么样的印象呢？Birinci o'rlagan naqshang barchuq. Nayt yaxshi o'rlading. Hissiyatli o'rlashni gap yo'q. Lekin ovoz sal qiyvat yetmayapti. Qarasam berish kerak. Qarasam sal tuvan. Barchuq bo'lmay, nimadir shikakildi yanda ovoz. Onu barchuq qo'ygandik, barchuq apuruytimiz. Qarasam kirinmaydi bada. Deb açık apurish kerak. Lekin bu naqshning bir yerlik shivisi bor, shiv puraqlari bor. Mushunimi anglab qo'yish kerak-ku. Yosh bolalar. Palanchi yetibgan, mushtaq pistanchi yetibgan manda qil demay. Yerlik shivisi var. Bu xalq naqshga qarab birisini ijod etemez. Bu xalq naqshga zodi aslis qanday buning? Aslisini bilib, aslisidek naqshni cho'kib, aşı hissiyat kirsak, anandaki haqiqiy bu naqshni aytalaymiz. Buningdagi naqsh aytgan vaqtda quloqni tasdan tuta boshlagan. Yetmi eshaga. Hozir uskunlarga telefonni tang qilib nima ovoz, eng yuqori ovoz, eshak ovozim chiqdimi, chiqmadi. Bu jihatdan izlangan. Rahmat, ustozga ko'p rahmat. Xo'sh, undaqda jur'at endi keyingi bosqichga tayyorlik qilishtiramdik. Bo'ldi. Qani, marhamat. Programmamızın xas namını Köznek Uçur Pen Texnik Çeklik Şirketi öz üstüge ağın. Programmamızı Şinjan Bilger Elektron Pen Texnik Çeklik Şirketi İzdaş Kino Abditali alayda talep qilgan. Programmamızı Şinjan Altınbağ Xalqara Savdo Çeklik Şirketi Pardaq Ali Mehmanxonasi alayda qo'llagan. Programmamızı Yakan Nahiye Ax Mervayet Yezi İglik Taraqqiyot Çeklik Şirketi qo'llagan. Programmamız bilan Şinjan O'snigul Savdo Çeklik Şirketi Haydo Meridian Musiqilik Aramgohi Şinjan Aymay guruhi alayda hamkorlashgan. Endi biz ikkinchi nomorliq mahirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Mening ismim Qaysar Mutallib, ana yurtim Xotan, biroq uzun yil bo'ldi Urumchida o'tiraqlashib qoldim. Bu do'stim Baxtiyor Sulaymon rivoyat guruhining a'zosi. 10 yillik saboqdishim, kasbdishim.
düşmeydi astiga şehirnin yollarıga batmaydı maşina bir-birinden negiz binalar gün düşmeydi astiga bilmeyim menzil hayal yürümen sayılda mandım kolum rılda yapkılgın yok gönlüm yara bu şehir bana verdi amet verdi bakit verdi güzel eslime verdi bakit verdi güzel eslime非常感谢2号选手带来的这首歌曲。 Bu naqshi o'zingizning ijod etdimi? O'zimning o'zim yozgan muzikasi teksti o'zimning. Bu naqshiningki temisi bo'lsa shahar nomli naqsh ekan, shundaqmi? Shahar. Bu naqshning sizning yozishingizda qanday bir ilhomlar bilan yozgan bu naqshingiz? Bu shahar tasvirlangan hamda Urumchi. Bu shaharning qo'yni bak kang. Bizga bergan narsa bakchiq. Nurg'un aslimalarni berdi hamda nurg'un biz taraqqiy qilamiz deymiz yoki boshqa san'at yoki har qanday bir ish bo'lsin, mush shahar bizga chiq narsalarni o'rgatdi, berdi. Shu bir yomg'ir yoqqan kuni esimga qilib qalamni ep yozgan. Menimcha, ekran oldidagi nurg'unlig'an mana shunday o'zining yurtlaridan ayrilib, taraqqiy qilgan bu shaharga kelib, o'zining orzusi uchun kuchayotgan barliq shu do'stlarga ilhom bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanday ustozlarimizning deydigan qanday taklif fikrlar bor, olib boqaylik. Qaysar men naqshang shunda yaxshi. Taşı çoğanzo, cımcıda yüzden jürgede çıkan aksta yaxşı. Taşı yoyiden çe senin gavin çükegende şunda yaxşı. Hın zaşı. Elaka keyip kiten bir kitap oylamaysa. Tada nida şanyinde gav zhongyin diyin emiz tayar turdu. Bazı nakşılarda manda bol diyin tömen avaz boşar yok buldu. Bazının zhongyisi yukarı buldu. Bazının gavin yukarı diyin yok buldu. Açtı sende emiz vaki. Man nakşın işige akord koşkan bolsan fikam. Akordun özü adam elaka kızıktırdı ço. Kulakka şunda çıraylı kanıldı o ço. Aşağı bana akord koşuyor etken gaviyinga vekşi çıktı. Rahmat Qaskim ustozlarning taklif fikrlarini anglab oldik. Bundaqda keyingi bosqichga tayyorlik qilishtiraylik. Qanday endi biz 3-numurlik mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Ekran ortidagi ko'rma do'stlarga o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Biz bugun shu program qatnashib pek xush bo'ldik. Hamda barliq do'stlarni bizni qo'llab turishinglarni umid qilaman. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mening ismim Ahadjon Ahmed. Bu yoq Odiljon, bu yoq bo'lsa Umarjon, bu yoq bo'lsa ina Mustafa. Hamda bugun birga kelib qoldik. Qarshi olamiz. Mana ekran oldidagi do'stlarimizmi balkim sizlarningki bir sahnaga chiqqanda qanday bir yaxshi numar akagan deb taqozo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Biz sizlarni ko'rib nihoyat xush bo'ldik. Mana bizning Kuychilar navosi programmasi sizlarga o'xshash kasbiy, ham shu o'z kasbida o'zliksiz tirishayotgan mana shunday sizlarga yangi davrdagi mana shunday jushqun yoshlarga nihoyat bab keldigan sahna. Sizlarning kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. E'tibordagi do'stlarimizmi bu yoshninki qobiliyatini ko'rib shunchalik darajada suyindi deb o'ylaymiz. Undaqda endi ustozlarimiz zodi qanday baholan berdi, anglab boqaylik. Ahadjon bugun shunday esil. Masalan, gitar, bas gitar, jempan, akord, masal naqsha, tasiga tushunsa. Bu Şinjan'da nurg'un bola bilamiz hamda. Shuni shidiki bir tushunsa bola. Gitara degan albatta ko'rganlar bo'lsa, gitara manda chaldi-ku. Mana soloni manda chaldi. Belki bazı okumaş mümkün ama gitar sum yok ko yagan şey betamektemçi taşıyı vuşen diye lencece. Nurgan adam okuma anda bunu düşündürkemiz yani okumaydı ço. Xianchang solo, xianchang banzo, xianchang yanchang. 这是一个adattaki müzikatlar, adattaki nakşalar kıldıran şey emez. 这真的是按照最优秀的演员、最优秀的歌手、最优秀的演奏员才能做到的这一点，最棒的。 Oldu. Hadi. Güzellik sende. Rana.
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, endi biz Kuychilar Navosi programmamizning ikkinchi bosqichini ilib boramiz. Qiynoqda birinchi nomerlik mohirimiz sahnimizga marhamat. Seni deymu, seni deymu ya. Seni görmey ölermen mu? Seni görmey ölüp kessemey muradım gayde gidersen mu? Seni görmey ölüp kessemey muradım gayde gidersen mu? Badi deydu, yandı deydu, meylim özlemni. 80 qancha urg'an bilan yarım özlemni. Yolla yaman, yolla yaman, yolunu bilmesen. Men yarımni izleyenni birov bilmesen. Oy deymo seni can canım deymo seni. Rahmat sizlarga, ko'p rahmat. Amaliyotda birinchi nomerlik mahirimizning o'rinlagan bu naqsi har xil nusxalarda aytilib kelgan, shunaqmi? Bugunmi yana Jur'at o'zining uslubida bu naqshini o'rindab berdi. Undaqda oldi bilan o'zingizning hamrohlarini tanishtirib o'tamsiz? Qani. O'tirdiki bu yoq bo'lsa bizga tanishib Qaysarjonda. Bu yoq ishkilisi meningki Zaka og'aylarim. Bu yoq bo'lsa Qaysar Alqam Saidahmad. Bu og'aynam bo'lsa Irshad Jur'at Baxtiyor. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi ustozlar qanday baholan berdi? Ala baqayli. Ma bosqichda yanala ovozingizda muqimsizlik bor. Ba'zi ovozlar, bir necha ovozlar azroq qiyib ketdi. Yana asta yugab akeldingiz yo'q, lekin yana osh ovozning o'zi to'xtamay turyotdi. Ma ishkaylarning tankish bo'g'ashqila sizdagi nurg'un nuqsonliklar ala yapdi demak. Nefes tövəndə yaxşı turmasa, avaz bilən tənci qurğumanğandıkla, avazla aştaq pulanışıb, leyləb, düşənməyi tövəngə. Anladık ki, səllə diqqət qılmağandıkla aştaq qayıdığan iş var. Demək, naqşınızda xeyli uşaq yerlərdə avaz qiyiş, muqimsizlik əhvalı görüldü. Həm də əlbəttə, nəq meydan boğandıkın müşünçilik etqinizmi, özü zor nəticə. Avaz ilmide çoxum, mükemmel, sistemlik tarbiyalanishingizni umid qilaman. Rahmat, ustozga ko'p rahmat. Undaq bo'lsa, endi aramag'ishtiramdik. Qani, marhamat. 接下来有请2号选手开始第2环节的比赛。 Vətənim anamda küyləymen seni, oğlum dəb qoynunda östürdün beni. Bağrımdım hani yitildim nereden aşırdı şu güzel qoynunda illitey seni. Bağrımdım hani yitildim merdan aşırdı şu güzel bağlarda
Güleymən seni Oğlum deyip koynumda Östürdün beni Bağıltıdan yitildi Merdane sürde Şu güzel bağlarda Güllü teyesini Bağrımdan yitildim Merdane sürde Şu güzel bağrında Güllü teyesini感谢2号选手在这一环节的演唱，也感谢你的搭档，谢谢。 Bugungi ishkanlarning hamkorliqlardan o'zinglar rozi bo'ldinglarmi? Rozi bo'ldik qanday? Rozi bo'ldinglar, shunaqa. Ozroq jiddiylashish bo'lib qoldi-da. Bu ammo bir sahnaga chiqib turib, shunaqa hamkorlik o'rnatib turib, naqsha yetishdiki, bu orzuyinglarga yetdinglar hisobda, shunaqmi? Undaq bo'lsa, endi ifodanglar qanday bo'ldi? Qani, ustozlarning taklif fikrlarini anglab boqaylik. 凯三江的这首歌曲作品还是比较完整的啊。 特别是我刚才听到你唱到高音接近高音的时候，我建议你把气息再吸足一点，使那个高音啊再有一种质感，保持一个这个亮度和强度，这是一个。还有一个就是呢，这首整个作品你们俩的合作啊非常完美。刚才我们你的这个搭档，你们这个和声感觉彰显得非常好，非常和谐，非常通透。Rahmat. Vay, rahmat. 谢谢老师。 谢谢老师。Qandoqda endi biz 3-chi nomerlik mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat.罗兰姑娘，在那太阳落山的地方，是否还在你的梦想？罗兰姑娘，你那神秘沉睡的模样。 是否梦见你的到老？罗兰姑娘，在那太阳落山的地方，是否还在你的梦想？罗兰姑娘，你那神秘沉睡的模样，是否梦见你的到老？让那沙漠做你的伴娘，让那戈壁做我的伴郎。 嫁给我，罗兰姑娘。让那洪流做你的衣裳，让那四处做你的嫁妆。嫁给我，罗兰姑娘。姑娘，在那太阳落山的地方，是否还在你的梦想？罗兰姑娘，你那神秘沉睡的模样，是否梦见你的到来？
让那沙漠做你的伴娘，让那戈壁做我的伴郎，嫁给我罗兰姑娘。让那洪流做你的衣裳，让那丝绸做你的嫁妆，嫁给我罗兰姑娘。罗兰姑娘，罗兰姑娘，罗兰姑娘，罗兰姑娘。让那沙漠做你的伴娘，让那戈壁做我的伴郎，嫁给我罗兰姑娘。让那洪流做你的衣裳，让那丝绸做你的嫁妆，嫁给我罗兰姑娘。本周有请歌者栏目的第2个环节已经结束了。那么刚才呢是3号选手和他的搭档们为我们带来的这首《楼兰姑娘》。现场的评委老师在听过他们的演唱之后，会有一些什么样的感想呢？让我们听一听导师们的评价。音乐不分民族，不分语言，非常棒。yaxshi ko'rmasalar davomliq shunday manglar，他们永远不会放弃音乐的，我知道的，不要放弃音乐。好的，谢谢老师。Kuychilar Navosi programmamizning ikkinchi bosqichimi oxirlashdi. Undaqda zada qaysi 2 nafar mahirimiz 3-chi bosqichga qadam qo'ya oladi? Undaq bo'lsa, oldi bilan biz 1-chi nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. Jami 10 bilet. Endi biz 2-chi nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. Jami 14 bilet. Endi biz 3-chi nomerlik mahirimizga bilet tashlaymiz. bilet. Rahmat. Baholag'uvchi ustozlar, korxonachilar vakillari, shundaqla taratqular vakillarining bilet tashlashi orqali eng oxirida zodi kim tutib chiqqandi? Qiynoqda. Meridian muzikalik aramgohi Xinjiang Aymay guruhi alayda hamkorlashgan. 3-chi bosqichga qadam qo'ygan 2 mahirimiz bo'lsa, oldi bilan 2-chi nomerlik mahirimiz Qaysarjonni muboraklaymiz. Muborak bo'lsin. 2-chi bo'lib 3-chi bosqichga qadam qo'ygan mahirimiz bo'lsa, 3-chi nomerlik mahirimiz Ahadjon muborak bo'lsin. 好的，恭喜我们的2位选手。 muborak bo'lsin. Qani undaqda 2 mahirimiz aramaga turamizlar? Qani. Hop. Xo'sh, Jurat, undaqda bugungi natijaning mushundaq bo'lganligini o'ylab baqamdingiz. O'ylagan shundoq. Undaqda endi shu sahnadan ayrildigan vaqtki sizning hissiyotingizni anglab baqam bo'lsak. Chiqib baqmagancha bundaq sahnaga hamda yomon jiddiylashimankan. Hozirmi jiddiylashyapman, qandoq bu ketib borma deb. Ish qilib xo'sh bo'ldim yana. Ustozlarning baholarini anglab xo'sh bo'ldim. O'zimning kamchiliklarini, to'liqlaydigan yerlarimni bilib oldim. Yana bu programma uzunga so'zilgandan keyin yana kelib qatnashsam, to'liqlab kamchil bo'lgan yerlarimni tirishsam bo'ldi. Bo'ladi, albatta qizg'in qarshi olamiz. Rahmat ukam. Rahmat. Rag'batlantirish uchun Rag'batlantirish uchun Xandon savdo cheklik shirkati ishlab chiqargan Xandon markasidagi eng nafis chiroyli bo'lgan bu qochquchilarni sana sovg'at qildik. Xinjiang Mingnaz Grim buyumlar sochak shirkati ta'minlagan bir yurish Grim buyumlari. Kimga beya bersiz? Opamga bermayman. Tirishingizdan kelgusingiz texmo parlaq bo'lsin. Har haftaning 5-i ko'znak aptitali va televizor to'r qutisi orqali programmamizni ko'rishni unutib qolmang. Kuychilar Navosi programmamizning yangi sonini butun taratquda 14 kun burun ko'rish fursatidan bahramand bo'la olasiz. Shuning bilan birga programmamizning nurg'un oldin ko'rinishlari va suratga elish jarayonidagi qiziqarli ko'rinishlarni ko'ra olasiz. Qani, tezdan harakatga keling. Endi biz bugungi bu san programmamizga alayda taklif bilan qatnashgan ustozimizni sahnamizga taklif qilamiz. U bo'lsa Xinjiang san'at yurti Kuy suyar ömükining davlatlik 1-darajalik artisti Gul Davlat ustoz. Qani ustoz, sahnamizga marhamat.
Xo'sh, ustozimizga ko'p rahmatimizni bildiramiz. Undaqda Guldavlat ustozning yurak so'zini bir anglag'imiz kelyapti. Shundaq-ku. Bugungi mayirlarning ifodasini ko'rgandan keyin sizning mayirlardan deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Anglab baqqan bo'lsak. Meningcha, mayirlar shunday yaxshi tirishibdi. Men shunday faxrlandim. Bundan keyin taxmin tirishsin. Rahmat ustoz. Rahmat Qani, marhamat. Xo'sh, endi bo'lsa Guldavlat aka, mana bu bo'lsa bizningki programmaningki sizga bo'lgan azroq bo'lgan ko'ngli, buni Xandon savdo-sotiq shirkati ta'minlagan Xandon markasidagi eng nafis ishlangan qochquchilar uyingizga ishlatgaysiz. Onundan başqa Şinjan Mığnaz Qırım buyumları savdo-sotiq şirkati ta'minlagan bir yurish Qırım buyumları ishlatib texnik güzel bo'lib ketdi. Onundan başqa Amikoji rasm tortish o'rnining rasm tortish iste'mol kartasi berib uydagilar bilan birga rasm tushib kelasizlar, xotir bo'lib qoldi. Rahmat ustoz, tiningiz salomat bo'lsin. Film ko'rmoqchi bo'lsangiz, ko'znakdan ko'ring. Konu markada yangi mazmunlar uzilmas. Endi biz 3-chi bosqichimizga qadam qo'yamiz. 2-chi nomorliq mahirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Yar derdimdi mening hiçbir halim yok. Bu dünyada senden başka yarım yok. Bir pervaz sen mening bilen karım yok. Senden ayrılışqa çare yok. Yar derdimdi mening hiçbir halim yok. Bu dünyada senden başka yarım yok. Bir pervaz sen mening bilen karım yok. Senden ayrılışqa çare yok. Sen şirin bulsam men ferhat bulay, sen Leyli bulsam men Mecnun. Sen şirin bulsam men ferhat bulay, sen Leyli bulsam men Mecnun. Yar derdimdi mening hiçbir halim yok. Bu dünyada senden başka yarım yok. Bir pervaz sen mening bilen karım yok. Senden ayrılışqa çare yok. Sen şirin bulsam men ferhat bulay, sen Leyli bulsam men Mecnun. Sen şirin bulsam men ferhat bulay, sen Leyli bulsam men Mecnun. Sen Leyli bulsam men Mecnun. Programımızdan xasnamini Köznek Uçur Pentexnik Çeklik Şirketi öz üstüge ağın. Programımızını Şinjan Bilger Elektron Pentexnik Çeklik Şirketi İzdaş Kino Abditali alayda talep qilgan. Programımızını Şinjan Altınbağ Xalqara Savdo Çeklik Şirketi Pardaq Ali Mehmanxonasi alayda qo'llagan. Programımızını Yakan Dahiya Aq Mervayet Yezi İgilik Taraqqiyot Çeklik Şirketi qo'llagan. Programımız bilan Şinjan O'snigul Savdo Çeklik Şirketi Haydo Meridian Muzikalik Aramgohi Şinjan Aymay guruhi alayda hamkorlashgan.
Bizning Kuychilar Navosi programmamizning 3 bosqichlik musobaqasi to'liq tamomlandi. Undaqda bu 2 nafar mahirimizning 3-bosqichdagi ifodasiga nisbatan ustozlar zodi nimalar deydi? Birlikda anglab boqaylik. Qaysar haqiqatan ovoz sharoitingiz pek yaxshi, uning ustiga o'tkir bo'lgan muzika sezimiga ega. Şuna sizni qutlaqlayman. Bundan keyingi yo'lingiz texmo dog'dan bo'lsin. Rahmat. Axacan inim o'ziningki shu xarakter, xoslik, moshu tarafini o'zi sezib, moshu yo'l kirib o'tdi. Shunlashqa moshu yo'lda davomli yana izlanishingizni umid qilaman. Sizga muborak bo'lsin. Rahmat ustoz, rahmat. Ustozlarga ko'p rahmat. Undaqda mana bu 2 nafar mahirimizning zodi kim haftalik chempion bo'la oladi? Oldi bilan 2-numorliq mahirimizga bilet tashlaymiz. Jami 14 bilet. Qiynoqda endi 3-numorliq mahirimizga bilet tashlaymiz.又是一次满票啊！ 对。 Baholug'uchi ustozlar, korxonachilar vakillari, shundaqla taratqular vakillarining bilet tashlash. Ajoyib to'g suti parashugi. Kuychilar Navosi programmamizning haftalik chempioni zodi kim? 恭喜3号选手艾海江， Akacan muborak bo'lsin. 恭喜2号选手开山江。 2-numorliq mahirimiz Qaysarjon muborak bo'lsin. Ishqilaylar o'xshashlar. Haftalik chempion bo'ldi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qani ustozlarimizni bizning bugungi xo'sh haftalik chempionimizga mukofot buyumlarida taqdim berishni taklif qilamiz. Qani ustozlar saktimizga marhamat. Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, Shinjon radio televiziya stansiya. Shundaqla Shinjon festival